Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Meni YouTube'da kuzatib turgan kuzatuvchilar. So'zim boshida shuni aytaman. Men bu videoni qayta montaj qilmayman, kadr qo'shmayman. Sababi menda vaqt yo'q, lekin sizlar uchun manfaatli bo'ladi inshaalloh. Yaqinda Hong Kongda Victoria 162 musobaqasini tugatdim. Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib. Bu musobaqa 164 kilometr, 7500 metr balandlikni o'z ichiga oladi. 7500 metrni tushuntirib o'taman. 7500 metr salkam Everest cho'qqisi degani 40 soatda 164 kilometr yugurib, Everest cho'qqisiga yaqin masofani tugatdim. Allohga shukr. Va men quyidagi sovg'alarni bilan taqdirlashdi. Bu narsada men yana bir bor aytaman, avval ham aytganman. O'zimni haqiqatda kimligimni bildim va chegaramni yana bir bor buzdim. Sababi men mana shu yo'llardan chiqqanman. Mana shu yo'llarni bosib o'tdim. Bu professional sportchi yo'li emas. Ko'pchilik biladi, meni taniganlar ham. 2024-yilda 500 metrni zo'rg'a yugurganman. Kechagidek esimda. Yomg'irli kunlar, yanvar, ishdan kelganman. Nimadir qilishim kerak edi o'sha paytlari. Stress bor edi. Musofir yurt. Janubiy Koreyada o'qiyman o'zi. Hayotni o'zgartirish uchun mashaqqatga tayyor turdim va qo'rquvni yengdim. Shunday krossovkani kiydim, yugurishni boshladim. 500 metrga zo'rg'a yetib borganman. Uyga kelganimda hamma joyim ho'l bo'lgan, terlab. Allohga shukr, bu yo'lda davom ettirdim. Ertasiga 700 metr, keyin 1 kilometr, 1 yildan keyin 2025-yilda 100 kilometr masofani bosib o'tdim. 12 soat 52 minutda. Ma'lumot o'rnida aytaman. 100 kilometrlik yugurish milliy rekord O'zbekistonda qayd qilinmagan shu vaqtgacha. Balkim o'sha narsa menga motivatsiya bergandir. O'sha paytlar internetda izladim. O'zbekistonda 100 kilometrlik yugurgan rekord yo'q. Sen birinchi bo'lishing kerak sohib. Bo'ldi. O'shanga fokusni qaratdim. Ishdan keyin har kuni qattiq trenirovka, yugurish. Mana tugatib oldim uni. 2026-yil ham Markaziy Osiyoda bo'lmagan, hech kim qatnashmagan musobaqada qatnashib, uni tugatishga muvaffaq bo'ldim. Allohga shukr. Bu yerda direktorlar ham, tashkilot rahbarlari ham hammasi o'zi aytishdi. Markaziy Osiyoda sen birinchisan deb. Bu menga katta ruhlantirish berdi. Musobaqa davomida ham, undan keyin ham. Shuning uchun ham futbolkaga Markaziy Osiyo bayroqlarimizni qo'yib, ozmi ko'pmi musobaqaga bayroqlarimizni ko'rsatishga sababchi bo'ldim. Bu esa mening keyingi maqsadlarim. Sizlardan ham shuni so'rayman. Maqsadni juda katta olish kerak. Maqsadni keyinroq qo'ying. Men ham bunda 10 talikka kiraman deb 2 oy shunga qattiq fokusni qaratdim, tayyorlandim. Top 10 ga kirishni maqsad qildim. Oddiy tugatishni emas. Bu yerda kelib do'stlarimdan savol so'radim. Seni tugatish planing necha soatda tugatmoqchisan deb so'radim. Lekin ular tugatsam bo'ldi dedi. Ayrimlari 100 mildan avval ham yugurgan edi. Lekin menda o'sha vaqtda ham ularning javobidan keyin ham sohib sen top-teng bo'lishing kerak. O'sha narsa xayolimdan ketmadi. Lekin tajriba o'z so'zini aytadi. O'ziga yarasha balandlik, birinchi marta qatnashish, 3-4 ta faktorlarni hisobga olib top-teng bo'la olmadim. Bu ham menga katta motivatsiya berdi.
Chunki yutqazish hissini his qildim. To'g'ri, finish qildim. U narsani 40 soatda finish qildim. Bizlarga 46 soat bergan edi. Yana tag'in soatsiz. Nima uchun soatdan foydalanmadim? Xo'sh, bu soatdan foydalanganim foydasi yo'q edi. Chunki bunda baribir men GPS ni ko'ra olmayman. Batareykasi ham 10 soat, 12 soatga yetadi. Keyingi xatoyim krossovkada bo'ldi. Krossovkani yana avvalgi 100 kilometrlik o'zim sevgan krossovkadan foydalandim. Bu trail yugurishda ham toshlarda, zinalarda 80 kilometrda oyog'imni ezib qo'ydim. Undan keyingi xatoyim maxsus stakan, kosa olish kerak edi, silikondan bo'lgan. Lekin men ro'zg'orga ishlatiladigan stakan bilan kosa oldim. 400-500 gramm chiqadigan stakan kosani. O'zi aslida maxsus 10 gramm, 15 gramm chiqadigan kosasi bo'lar ekan. Ultra marafon yuguruvchilarniki. Bu ham menga katta tajriba bo'ldi. Allohga shukr, hammasi uchun. Chunki hech qanaqa ustozsiz, o'zimni kuchim bilan, o'zimni motivatsiyam bilan o'rtacha inson 5 yilda tugatayotgan musobaqalarda 2 yilda tugatdim. Bu narsa menga qaysi ma'noda katta motivatsiya bera oladi. O'zimni ustimda ishlash uchun. To'g'risi katta tajriba oldim. Nima deyishni ham bilmayman. Sababi ichimda juda ko'p alam bor. Charchagan holatda yugurish, intizomga bo'ysunish, har kuni bahonani yo'qotish, ertaga og'ir ishing bo'lishini bilsang ham o'sha yugurishni, 4 soatlik yugurishni qilish, yakshanba kuni dam olaman emas, 50 kilometr yugurishim kerak har kuni degan kallada o'y bo'lishi, yana musofir hayoti, hammasini bittada yig'ish ochiq oson narsa emas. Lekin bu narsa shaxsiyatni yanada rivojlantiradi, iymonni butun qilar ekan. Men shuni o'zimda sezdim. Niyatlarim hali ulkan. Ko'rib turibsizlar, dunyodagi top reyslarda musulmonlarni birinchi bo'lib borishini ta'minlash. Nahotki o'yladim o'zi. Oddiy musobaqalarda o'zbekistonliklar qatnashmaydi, Markaziy Osiyoliklar qatnashmaydi, qachongacha qatnashmaydi. Ba'zilari qayerdansan deb so'raydi. O'zbekistondanman. Qayerda O'zbekiston? Yevropa, Ukraina. Bilyapsiz-a? Qanaqa emotsiya o'tadi o'sha vaqtda? Vatanni tanitish kerak. Sportni yanada targ'ib qilaylik, bilimni targ'ib qilaylik. Hammamizni qo'limizda-ku. Lekin bor. Haqiqat achchiq bo'lsa ham aytaman. 90% O'zbekistondagi media, Instagram,